Assalomu alaykum. Подписчиклар, yaxshimisizlar? Peterdan yetib keldik. Hozir Pskovga ekzamenga kiryapmiz. Bolalar kuzatib qolamiz imtihonga. Hammasiga omad. Não, ainda assiste o fundo, mano. Ekzamen tugadi, ana pravani kutyapti. Idishlari bo'shadi. Sho'rim centerga yetib keldik. Hozir vajdana boshlanadi. Assalomu alaykum aziz podpischilar. Men bugun navbatdagi ekzamendan qaytdik. Yarim yo'lda to'xtab bir video qilishga qaror qildik. Bugungi kelgan ekzamenga qatnashgan akalar bilan birma-bir tanishamiz. Ismingizni ism, familiyangizni bir aytingchi? Sattarov Ilyos. Ekzaminlar qiyin bo'lmadimi? Oson ekan, ekzaminlar yaxshi. Obedgacha oldik mana. Yaxshi. Siz bir o'zingizni tanishtirasiz. Murod Sobir. Avvalambor assalomu alaykum. Men ekzamen keldim. Obedgacha olib ketyapmiz. Xudoga haqqa kesib turani yo'q. Sizga ham katta rahmat. Siz o'zingizni bir tanishtiringchi. Men Namangan viloyatidan Murodilla Humoyinman. Imtihonga berib mana hozir qaytdik. İmtihonlar oson bo'ldi. Obedgacha olib mana hozir uyga qaytyapmiz. Oldingiday bir hafta 10 kunlab kutish yo'q. Ekzamendan keyin ekzamendan srazi birdan pravani chiqarib beriladi. Akalar birdan o'zi bilan olib qaytyapti. Shu bugundan boshlab o'sha traktorchi mashinist guvohnomasiga ega bo'lishdi. Biz yana yo'lda davom etamiz. Yana shuni aytib o'tmoqchiman. Birinchi kommentariyada Telegram gruppani silkasini qoldiraman. Bemalol o'tib obuna bo'lishlaring mumkin. Videoni keng tarqalishida yordamlaringizni ayamanglar. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Va yana shuni aytib o'tmoqchiman. Sankt-Peterburgda uchem centerda mashinist krana особый отметкasiga ruxsat berildi. Kimdan kim o'zi yurar, ya'ni samoxodniy kranlarga qiziqishi bo'lsa, Sankt-Peterburgdan bemalol olishi mumkin. I kategoriyalari, особый отметкasi bilan birga. Yaqin kunlarga ham joylar bor ekzamenga. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Pastda nomer qoldiraman. Telegram, WhatsApp ishlab turadi mana shu nomerda. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.